Ikkinchi shtagalchani uyini ko'rsataman, tomosha qiling. Mana bu kirdingiz kattagina hol, prixoshka bo'lyapti. Chap qo'lda birinchi xonamiz remont. Nimasan remont qilganlar bilmayman, qayerdan olib kelganlar bunaqa lyustralarni. Hamma joyga ham yo'qda bunaqa uylarga qidirib topa olmaysiz. Zal xonasi bo'lyapti. Nimani ko'ryapsiz? Barcha jihozlari qoladi. 70 metr kvadrat, shunaqa kvadrat podvali ham bor. Xohlasangiz taxlang, xohlasangiz narsa parsangizni qo'yishga ajoyib. Mana bunaqa lyustra qandillarni ko'rsating, qandillarni. Ajoyibidan, qimmatidan qilib qo'yganlar. Kirasiz, yashaysiz tog'ajon, bunaqa biqinma-biqin, devol har doim ham chiqmaydi. Mana bu sanuzeli bo'lyapti. Kafellari kattagina zo'ridan qilganlar. Oxirgi eshik esa kuxnyasi bo'lyapti. Kuxnya zalimizdan katta desam adashmayman, sababi buni qarang, qanaqa katta, bemalol sidyachi mягкий zona qilsangiz bo'ladi. Lokatsiya ajoyib joyda joylashgan tog'ajon. Fayzobod masjidining ro'parasida joylashgan. Ikkinchi kvartira bu, biqima-biqim birinchi qavat, 5 qavatli g'ishtli domdan gazlarning muammosi yo'q ishlab turibdi. Uyimiz issiqqina 70 metr kvadrat, podvali ham shuncha. 59 ming kam bor tog'ajon, pastda nomerlar qoldiramiz, qo'ng'iroq qiling, ajoyib xonadon.